asosiy ayolleri xor Vatan deb yaşab ölmegen erning Bolleri ahir vatan deb yig'lar Vatan qadrini bilmegen erning Hamon anisi ayolleri xor Vatan deb yaşab ölmegen erning Bolleri ahir vatan deb yig'lar Vatan qisasi qissastur Söyleyenlerge dünya keler tar Öz adilide ölmez vatansiz Hürlük temini tet almasın har Vatan qisasi qissastur Söyleyenlerge dünya keler tar Öz adilide ölmez vatansiz Hürlük temini tet almasın har Vatan qisasi tutar bir günü Vatini durup söymeyenlerini Direk durguzup öldürer vatan Vatançıl otek köymeyenlerini Vatan qisasi tutar bir günü Vatini durup söymeyenlerini Direk durguzup öldürer vatan Vatançıl otek köymeyenlerini Söyleyenlerge dünya kiler kar Öz acilide ölmez vatansiz Hürlük temini tet almasın har Vatan qisasi tutar bir günü Vatini durup söymeyenlerini Direk durguzup öldürer vatan Vatançıl otek köymeyenlerini Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın her qaysi joylaridagi aziz Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Bugungi alohida mehmonimiz Avustraliya Sharqiy Turkiston jamiyatining bosh kotibi Abdujalil qarindoshimiz. Bugun siz bilan asosiy jihat sizningki shu Avstraliyada ham vatan uchun qalam bilan har xil shaklda xizmat qilmoqchi. Bir yoqdan shu tantarbiya mushlash sohasida musobaqalarda chempion bo'lib degandek, sizningki shu o'rganayotgan va musobaqa qatnashayotgan kesbingiz MMA deb bilaman. Bu haqda shu MMA haqida bir yoshlarimizga qisqacha bir tushuntirish bersangiz, MMA degan qanday bir tantarbiya, qanday bir mushlash nimasi? San'at. MMA degan shu hamda boksing deymiz, muay thai deymiz, kickbox deymiz, chirishish deymiz, jiu-jitsu deymiz. Şu sporların hammasini bir yerga kelganda shu MMA bo'ldi. Uni inglizcha ham mix martial arts da. Shu har qanday shunda tantarbiya, shu urush tantarbiyaning bir yerga kelganda shu MMA bo'ldi da. MMA'dan da shu hammani o'rgangandan keyin shu musobaqaga tushgan bo'ldim. Bu MMA musobaqasiga qatnashish uchun cho'qim mashammi mushlash boks bo'lsin siz degan sohalarda cho'qim ozdir ko'pdir bir talant bo'lish kerak ekanda yoki bir ozroq mashq qilib bir narsa o'qimasa, masalan boksdan o'rgangan odamning qatnashib yengilish ehtimolligini tuvan yo'qdek bo'lib qoldi endi. To'g'ri. Sizning shu kasbda musada chiniqishingizga vasila bo'lgan narsa nima? Nima uchun shuni mashq qilay deb qoldingiz yo bir ko'chalarda mushlashib bozor qiladigan bo'lmaydi degan. Unda ish yo'q endi. O'zim shu 17 yosh vaqtimda kichik vaqtimizda shu top o'ynab chon bo'lgan bolalar bilan. Keyin shu 17 yosh, 18 yoshlarga kirganda o'zim o'ylab qolib, bu top bizga nima qilib beradi, vatan uchun, millatimiz uchun nima qila oladi, men uchun nima qila oladi. 20 qadam bir topni keyinda yurganmiz. Unda bir boshqa o'zimning jismoniy o'zimga bir foydali bir ishni qilay deb shu boshda shuni o'ylab nima bir mashq qilay, mushni o'rganay deb shu vaqtda mashqni boshlagan. Keyin undan
Daylık məşqlarni qilib qarsam shu yaxshi mangdi məşqlar. Mangandan keyin shundan keyin shu 20 necha yoshlar, 21-22 yoshlar kirgandan keyin voy men musobaqa tushsam bo'ldi ekan bu deb o'ylab shunga qarsam ma Dağıstanlı Habib, Dağıstanlı bütün dünya tanıtıp etkendek, ben şu Şarkı Türkistan'ı şu Habib'deki aslında, şu bütün dünya tanıtay, ben bu mesela benim akımdaki yaş Uygur balla kıla birisiyim da beni körep, dep şu niyetten de başlayan musabaklar düşürmüş yılın dışı başlayan. Şu. Siz degandek şu Habib'ninki oturga çıkışı bilen hem Muşu Dağıstan, Çeçenistan'ın xalqlari naati tunulup ketdi, hammadan hurmatli tuyduğan, hem o musulmonligini o aşkara onu nim qilgan bo'ldi, yashab qilgan bo'ldi hesapda. Bizning Uyg'urlarning amaliyotda shu bo'libmi O'rta Osiyodagi Turkiy millatlarda qozoqlarda bo'lsin, o'zbeklarda bo'lsin, bizda bir talant, bir xilqimizda jo'shqinlik, mayli boks sohasida bo'lsin, erkin mashashma sanda deymiz. Mush sohada hakikaten nurg'un kishilarimizning Çempionlar bo'ldi, çempionlar chiqib o'tdi. Bizning sizga o'xshash yoshlarımızın o'tirib chiqishi bilan, bir ikki kishining chiqishi bilan balki shu bizdagi talant uxlab qolgan yoki bayqalmayotgan talant o'tirib chiqib, ko'plab kishilarningki natijaga erishishi ehtimolligi yuqori. Burungi vatanda ismini qilishcha Abdukim Abdurahmonmi, boks Osiyo boks chempioni bo'lgan, keyin Xitoyda nima qilib shu yurak kesib qoldi deblam, yoshlar tugab ketdi. Sizdeki şu məşqlarni qilish jarayonida şu bir yerlarni tutunib ketadigan yoki chiqib ketadigan, qayrilib ketadigan degandek ahvollar bo'ldimi? Qanday qiyinchiliklar bo'ldi bu jarayonda? Elhamdülillah bu hozir qadar bo'lmadi. İnşallah endi bo'lmas. Ammo shu o'zingiz degandek bizning vatanimiz, bizning millatimiz ham aslida bir jo'shqin bir millat deb o'ylayman. Ama bunda bo'lgan bilan o'rin bir millat meni o'zim ko'rganimdan. O'rinliq dergan shu hakikaten bizda Xitoyninki assimilyatsiya bo'lib yillar mesela biz tug'ilgan vaqtlarda burun Xitoylar bizning vatanimizni ishg'ol qilib, mayli ta'lim tarbiya, ma'rif sohasida bo'lsin, diniy o'qitish ishlari bo'lsin, tashviqot bo'lsin, bizning o'tmishdagi qahramonlarimiz, chamboshlarimiz bo'lsin, bularning hammasini tashviqot qilish, maktablarda o'rgatishga ig'ir to'salg'i cheklimlarni qo'yib ekan. Shunda bo'lsa qarmay bizningki shu men o'zim xotirlasam o'qituvchilarimiz yana shu tarixini bilgan milliyatchi bo'lsin, azroq dindan xabar bo'lgan o'qituvchilar bo'lsin, boshlang'ichlarda shu Sodir Polvon hikoyalar bo'lsin, she'r degan. Majburan shu yozma qilib ko'ngil bilatida bu narsani biz tushunmabdi ekanmiz. Hozir bu qanchalik muhimligini, ularning nima uchun tirishqanligini bayqadik, his qildik, lekin kechikdik. Şu Xitoyninki shu assimilyatsiya uzun muddat qulluq ostida qilish bilan biz hozir masalan Falastindagi, shaxsan Falastindagi shu musulmonlarninki shu qurollar, avtomatlarga qarshi tosh bilan etishib turib o'qlar etilsimi, shu o'q yeb shahid bo'lib tursimi, etilishlarga qarab haqiqatan o'zimizningki qulluqning ta'siri qanchalik ta'sir qilganligini men his qildim haqiqatan. Bu yerda bizningki bu balkim siz deyotgan o'rinliq yoki shu tushkunlik masalalari shu qulluq, ya'ni Xitoyning assimilyatsiya vatanimizning ishg'ol bo'lib, o'z oldimizga bir davlatimizning, vatanimizning, hokimiyatimizning bo'lmaganligi sababidan ashg'ol bo'lib qolgan bo'lishimiz mumkin. Ammo shu Turkiyada nurg'ulgan tantarbiya zallariga kirsak, Afg'on, Qozoq, Qirg'iz, o'zning davlati bor odamlarmi tuvan maoshga ishlasam hatto 10-15 kishi bir uyda turib, ijodini bir yoqdan qisib turib, bir yoqdan chiniqishni qat'iy tashlab qo'ymaydi ekan shu buni. Aslida biz ulardan hassa ko'p tirishishimiz kerak bu sohalarda. Sizning gapingizni tatib oldim. Endi o'rin degan bilanmi o'zingiz degandek shu assimilyatsiya bo'lib nimqandek millat ezilgandan keyin bo'lmasa o'zimiz bilamiz shu Urumchi voqealari bo'lgandimi bizning millat shu vaqtlarda qo'zg'alib chiqib jasurlikni ko'rsatgan. Hakikaten aşağıda videolarda men hatırlasam quruq pichoq bilan o'qib turib men etilib ayollarimizni shu quruq qo'llash avtomatni oldiga etilib mana hozirgi Falastindagi ko'rinishlarning bir qismini shu joyda ko'rgan hakikaten to'g'rilaysiz. Shu hamda shu ishlarni ko'rib hamda shu balkim bizning millat hamda shu ezilib voy bizni da mustaqillik uni deb
özümüz musafirchilikda sirtlarga chiqib turayli bo'ldi, jimji turayli, anda-manda deb aytganlar barkan. Unda jimji tursaqmi, masalan, chiqib namoyishga chiqsaqmi, zaten shu Xitoy ishni qilaveradi. Undan jim o'tmay shunda sahnlarga chiqib, Uyg'urning kimligini ko'rsatib, qilganimiz yaxshi deb o'ylayman. Jangovarlik ruhingizni uyg'otib, to'g'ri, erkakdek bo'lish kerak hakikaten. Endi shu sizningki shu musobaqalarda chempion bo'lishga boshladingiz hozir, ko'rinishga boshladingiz. Shu siz turayotgan rayonda, masalan, sizlarning tashkilotlarda bo'lsin, yoshlarga nisbatan qanday bir ijobiy rollar, qanday bir yaxshilanishlar bo'lyaptimi? Qanday ta'sirlar paydo bo'lyapti? Bo'lyapti. Hamda shu biz, hamda ben shu yoshlarning shu hamda oldida yetaklab turib qilgan bolalarning birisi ishadagi yoshlarning bizning shu Adliya degan shaharning bolalarni yetaklab turadigan. U yerda shu o'zimiz yosh vaqtimizda top qiziqqan degan, boshqa narsani bilmagan degan, shu vaqtdan tortib shu komandalarni qurib, u bo'shdan qilib chiqib jim turmaydi. Keyin ondan 2017-yillar, 18-yillari shu endi MMA'ni nim qilgan degan, shu bolalar kelinglar, sizlar mashq qilinglar deb nim qilib chiqqan. Bolalar uni xo'shaqmay, ya bo'ldi, qilmaymiz, anda-manda deb nim qilmagan. Keyin endi mujinning beshi musobaqalarga tushib, ular u bolalarni qo'llab meni shu maydonlarga kelib ko'rib qilgan degan, hozir xili bolalar endi mashq qilib boshladi. Uning ustida men bor, bolalarni ancha-muncha mashq qilsalim hozir shu az bo'lsa-mu bir 10-15 bola bor mashq qilayotgan endi. Shu mashqni boshlagan. Ular shu birovning hech qaysi yo'q deb men boshlab endi. Az deganda shu 15 boshladi. Shu Maşallah. Endi siz bir kishiningki tirishchanligi bilan boshqalarning qoyilligini hakikaten bizni qila oladi ekanmiz-ku, bizim qilsak bo'ldi ekan-ku deb boshqa yoshlarning uyg'onishi bilan yaxshi ahvol. Inshaalloh boshqa jihatlardan mayli vatan ko'rishmasiz bo'lsin. Ishqilib bir natija qozonib mangadigan yo'lboshchi yoki bir boshqa ilhom bo'ladigan, ilhom qaynoq bo'ladigan ashtaq yaxshi kishilarning, qahramonlarning chiqishi bilan nurg'un ishlar vasila bo'ldi ekan, hal bo'lib ketar ekan inshaalloh. Shu sizningki boshqa dunyoning boshqa joylarida yashayotgan yoshlar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, shu chiniqish va boshqa sohalarda qanday bir tavsiyalaringiz bor? Endi mening qilgan tavsiyalarim butun shu Uyg'ur dunyodagi Uyg'ur yoshlarga jim turmanglar, o'g'irlik qilmanglar, chiqib yuguranglar, mashq qilinglar. Mashq qiladigan yer topolmasanglar, mendan so'rasanglar men tepib beraman bu joylardan inshaalloh. Avstraliyaga kelsanlar o'zim mashq qilsam sizlarni. Shu chiqib jim turmanglar, mashq qilib turinglar. Chiqib endi mencha biz shu kallamizni shu bir ishga qo'yib qilamiz desak qila olamiz. Uningda voy men qilolmayman deb qilgan odam endi 100% qilolmaydi. Qilaman deb turib shu qilgan odam biz millat qila olamiz. Endi cho'nglar cho'ng ketdi. Vatan millat biz qildi degandek shu. Biz qilmasak kim qiladi? Ya vatanni mustaqil qilish uchun yashaymiz, ya mustaqil qilamiz. Inshaalloh. Yoki hech nima bilan karimiz yo'q, shaxsiy hayotimizni yashab bir kishilik shu boshqalarga o'xshashdan boshqa millatlarga o'xshash yetib ketgan gap bo'ldi. Endi sizdan boshqa muhim gap so'zlarimiz bo'lsa, anglayli bo'lmasa, shu sizningki mashqlaringizni bir ko'raylik va mashq qilib, shuning bilan programmamizni oxirlashtiraylik. Bo'ldi, mashqqa boshlaylik.